Assalamu alaikum. Sizlar men Alloh taolaning bir YouTube kanali. Do'stlar, biz ekranda ko'rib жатқан сол qo'ylar satıladi. Bir qator ko'ringizlar. Epetde chaqqan bo'lsa, kelib cheyindan ko'rib, sodalashib sotib olasizlar. Sizlarga to'liq chaqaldirib beramiz. Do'stlar, bu yerda yoshlarga kelsak, alg'achilar yoshlari 2 tish, 6 tish, 8 tish qo'ylar ekan. 6 başı 2 tish ekan. Do'stlar, bu yerda bo'zidagi bor ekan, yaxshi qo'shqorga provnik qilib qo'yib qo'ygan ekan. Bo'zidagi jel tütep qoldi do'stlar. O'zingizlarga kelib, cheyindan ko'rib, suylashib, chaqtirib, sodalashib sotib olasizlar. Yaxshi sol qo'ylar, yaxshi qo'rg'orlardan qo'shqorlar qo'yib tüptilgan sol qo'ylar ekan. Do'stlar, like'ni bosib turamiz. Bo'lishuncha yaxshi qo'rg'ordan qo'y tüpteyim, yaxshi qo'rg'ordan qo'y qilaman degan so'zlar bo'ladi. Çoğunlukları da yaxshi, biraz ağır ekan do'stlar. O'zidan yemili bo'lgan ekan. Bahasına kelsak, bahasını 45 mingdan so'rayotgan, sodalashi yo'li bor deydi. Videoda suylashib, sodalashib sotib olasizlar. Kaştan qara arasında bir baş qizili da var ekan. Daragi Jalabata bo'lsa, Suzaq rayoni Qizilbag'ish aylanib turadi. To'shpishkak sentralni yo'ldan bo'yinda. Aka do'stlar, so'qlar biraz qarqirab, qo'zdan bo'lgan seviyen do'stlar. Biroq yaxshi qoralardan qildangan sol qo'ylar. Do'stlar, bahasındagi aytdik, bahasına bir qator ayta ketsek, bahası 45 mingdan bir qo'ra biriyen sol qo'ylar. Yoshlari da yosh.